Biz suhbatlarimizda juda ham ko'p aytamiz. Aslida kitobni to'liq yod olgan, yaxshi o'qigan, qo'shtirnoq ichidagi bizni botanik sinfdoshlarimiz bor edi. Xo'sh, ular bugun muvaffaqiyatga erishdimi? Yo'q, aksincha, partani oxirida o'tiradigan, to'polonchi, hech narsani o'qimagan, hatto o'qishni ham koridorda bitirgan sinfdosh va kursdoshlarimiz bugun muvaffaqiyatli joylardalar. Nima uchunligini bilasizmi? Buning sababi soft skillsda. Insonlardagi o'zaro muloqot va nutq madaniyati, jamoada ishlash va o'zaro hamkorlik qila olish, liderlik va mas'uliyatni o'zida jamlaydi. Bu kabi insonlarda stresslarni to'g'ri boshqarish va ehtiroslarni jilovlash kuchli bo'lardi. Ayniqsa ular vaqtga, time managementga amal qilishadi. Ular va'da berdimi mas'uliyat bilan bajarishadi. Bundan tashqari, ulardagi critical thinking, ya'ni tahliliy va tanqidiy fikrlash boshqalardan ko'ra o'zgacha yangi ruhdagi fikrlar bilan qarash imkoniyatini beradi. Agarda siz ham farzandingizda ushbu ko'nikmalarni shakllantirishni istasangiz, bu borada sizda Yakubov School yordam beradi.